Barchangiz taxtlar o'yinini bir bor bo'lsa ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Unda oddiy bastardning qirol bo'lishidan tortib, saroy intrigalari va shafqatsiz kurashlarni uchratish mumkin. Bugungi mavzumiz ham taxtlar o'yinidan qolishmaydi va uni bemalol Suriyacha taxtlar o'yini deya atasak bo'laveradi. 2024-yil 24-sentyabr kuni Ahmad al-Shara BMT bosh assambleyasida so'zga chiqdi. Qiziqarli jihati, bir yil avval xonadagi ko'pchilik uni terrorchi sifatida tanir, AQSh davlat departamenti uning boshiga $10 million mukofot e'lon qilgan edi. Bugun esa Suriya yangi prezidenti sifatida diplomatik kostyum kiygan va o'zining Al-Jolani taxallusini haqiqiy ismi bilan almashtirgan. U Suriyadagi jang maydonidan global diplomatiya markaziga yetib keldi. Bu kartina bizga Suriya atrofida qizg'in geosiyosiy muhit qayta jonlanayotganini ko'rsatadi. Keling avval Ash-Shara qanday qilib bunday siyosiy legitimlikni qo'lga kiritganiga to'xtalib o'tamiz. 2024-yilning 8-dekabrida Hayat Tahrir ash-Sham jangchilari Shara boshchiligida Damashqqa kirib, Asad oilasining 50 yillik hukmronligiga barham berdi. 11 kun davom etgan tezkor hujumda Asad Moskvaga qo'shdi va butun dunyoni hayratga soldi. Islomning eng qadimiy muqaddas joylaridan biri Umayyad masjididan Shara g'alaba nutqini so'zlab, mintaqa tarixida yangi bob ochilganini e'lon qildi va barcha ozchiliklar uchun adolat, tenglik va himoya va'dasini berdi. 13 yil davom etgan shafqatsiz urushdan charchagan millionlab suriyaliklar uchun uning so'zlari uzoq kutilgan tinchlik umidini berar edi. Ammo bu ruhiy ko'tarinki kayfiyat uzoq davom etmadi albatta. Sababi, Asad ag'darilgan bo'lsa-da, mamlakatda fuqarolar urushi hali tugamadi. Bu faqat yangi, balki yanada murakkab bobni ochdi. Tinchlik o'rniga Suriya yana bir zo'ravonlik domiga tortildi. Etnik, diniy ziddiyatlar qayta uyg'ondi va alavitlar bo'yicha shafqatsiz qirg'inlar boshlandi. Janubda Damashq endi Janubiy Suriyani amalda protektoratiga aylantirish maqsad qilgan Isroil bilan yuzlanmoqda. Shu bilan birga shimolda yana bir xavf Turkiya tomonidan paydo bo'lmoqda. Damashq bilan pragmatik aloqalar bo'lishiga qaramay, Anqara hal qilinmagan kurd masalasi sababli tobora ranjimoqda. Asad ketgan bo'lishi mumkin, lekin Suriyadagi taxtlar o'yini hali yakunlanmagan. O'yin ishtirokchilari o'zgargan, ammo o'yinning qoidalari avvalgidek qizg'in va shafqatsizdir. Endi esa navbatdagi bo'limni taxtlar o'yinidagi asosiy figura Ahmad ash-Shara bilan davom ettiramiz. Uning biografiyasi Suriyadagi fuqarolar urushi kabi murakkabdir. U Saudiya Arabistonida tug'ilib, Damashqda o'sib ulg'aygan. Keyinchalik esa Al-Qoidaga qo'shilib, Iroqda AQSh kuchlariga qarshi kurashgan. Yillar davomida u Suriyadagi inqilobning eng radikal qanotining yuzi bo'lgan. AQSh davlat departamenti esa uni qo'lga olish uchun ma'lumot bergan shaxsga $10 million mukofot taklif qilgan. Ammo 2016-yilda Shara global jihod yo'lidan voz kechdi. U Al-Qoida bilan aloqani uzib, pragmatik va mo'tadil pozitsiyaga yuzlandi. Qolgan isyonchilar bilan Idlib viloyatiga qaytarilganda, u kichik bir davlatni shakllantirdi va bu davlat faqat Turkiya, Rossiya va Eron o'rtasidagi raqobat tufayli tirik qoldi. Yillar davomida Shara davlati juda zaif bo'lib, Asadning hokimiyatiga hech qanday tahdid solmagan. Ammo 24-yil dekabr oyida aynan Idlibdan hujum boshlanib, 11 kun ichida Asad oilasini Suriyadan surib chiqardi. 2025-yil mart oyida e'lon qilingan konstitutsiyaviy deklaratsiyaga ko'ra, Shara 5 yillik muddatga prezidentlik lavozimini egalladi. Rasmiy jihatdan bu milliy tiklanish va demokratik islohotlar davrining boshlanishi edi. Amalda ijro kutilganidek bo'lib chiqmadi. Deklaratsiya Shara uchun keng vakolatlar berar va qog'ozda bu ochiq va inklyuziv ko'rinar edi. Ammo eng muhim vazirliklar, ya'ni ichki ishlar, mudofaa va tashqi ishlar Al-Qoida davridagi sobiq jamoadoshlari tomonidan boshqarilar edi. Hali yakuniy hukm chiqarish uchun erta. Lekin bu tartib ash-Shara transformatsiyasi emas, balki elitaning almashtirilishi bo'lishi ham mumkin. Shara Asad oilasiga o'xshash avtoritar tizimni yangi ideologik libosda yaratishdan to'xtamaydi albatta.
Navbatdagi bobda Isroilning rejalariga biroz to'xtalib o'tamiz. Netanyahuning yagona va birdan-bir niyati Janubiy Suriyani Isroil protektoratiga aylantirishdir. Bu rejadagi kalit Suriya ozchilik guruhlariga bog'liq va eng muhimi druzlarga albatta. Nega aynan druzlar degan savol tug'ilishi mumkin? Chunki bularning barchasi geosiyosat va din bilan bog'liq. Druzlar etno-diniy ozchilik bo'lib, Suriya, Livan va Isroilda keng tarqalgan. Suriyaning Suvayda viloyatida ular aholining taxminan 90% ni tashkil qiladi. Assad davrida ham hudud avtonom bo'lib, mahalliy druz militsiyalari haqiqiy kuch egasi edi. Damashqning ag'darilishi ularning statusini shubha ostiga qoldirdi. Nomusulmon sifatida ular shara hokimiyatiga chuqur shubha bilan qarashadi va tashqi kuchlar uchun tabiiy ittifoqchi hisoblanadi albatta. Netanyahuda bundan-da absurd rejalar ham mavjud. Masalan, u qo'shni Quneytra va Dara hududlarini demilitarizatsiya qilishni talab qilmoqda. Bu esa Damashq uchun qabul qilib bo'lmaydigan holat. Isroilning Janubiy Suriyadagi kengayishi nafaqat Shara, balki AQSh uchun ham muammo tug'dirmoqda. Sababi Donald Trampning Suriyaga nisbatan yumshoq siyosati albatta. Kecha terrorchi deya ta'riflangan Ash-Shara Tramp uchun muhim hamkorga aylanishi mumkin. Prezident Ash-Shara tarixi esa Tramp kabi biznesmen uchun katta ahamiyatga ega emas. Tramp tashqi siyosatini uzoq muzokaralardan ko'ra haqiqiylik shousi kabi qaraydi. U odamlarni yillik hisobotlar orqali emas, qo'l berib tanishish, xarakter va yaxshi hikoya sotish qobiliyati orqali baholaydi. Aynan shunday hikoya Ash-Sharada mavjud va buni Saudiya tomoni Trampga chiroyli muqovada taqdim etayapti. Shu bilan birga shimolda yana bir inqiroz pishib bormoqda. Prezident Erdogan yana bir harbiy operatsiyani boshlash arafasida. Sababi Suriyadagi kurdlar. 2012-yilda Erdogan Damashqdagi Umayyat masjidida duo qilishni va'da qilgan edi. Ammo u ikki narsani kutmagan edi. Asadning qulashini uzoq kutishi va yangi Damashq ustida Ash-Sharaning paydo bo'lishi. Bu Anqara uchun afzal natija emas albatta. Yillar davomida Turkiya pro-turk isyonchi guruhlariga moliya va qurol bergan. Ular hokimiyatni qo'lga olib, Suriyani Anqara orbitasiga tortadi deb umid qilgan edi. Bugungi kunda hatto Shara Turkiyaning birinchi tanlovi bo'lmasa ham, Anqara yangi Suriyani ikki asosiy maqsad uchun muhim hamkor deb biladi. Birinchi maqsad 3 million suriyalik qochqinlar muammosini hal qilish bo'lsa, ikkinchi va eng muhim maqsad bu kurd masalasini hal qilish. Bu taxtlar o'yinida Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari ham o'zi uchun joy qidirmoqda. Turkiya va Isroil kuch orqali maqsadlarga erishsa, Ko'rfaz davlatlari boshqa turdagi strategiyani qo'llamoqda. Ular Suriyaga moliyaviy yordam, ya'ni qayta qurish uchun mablag' taklif qilishmoqda. Maqsadlari esa yagona: Suriyani Eron siyosiy orbitasidan tortib olish. To'g'ri, bugungi kunda Assad yo'q, lekin mantiq o'zgarmadi. Faqat endi Turkiya Eron o'rnini egalladi. Riyod va Abu Dabi uchun Anqaraning Suriyadagi hukmronligi strategik bosh og'rig'i bo'ladi albatta. Ammo Suriyadagi shaxmat taxtasi ikki o'yinchisiz to'liq bo'lmas edi albatta. Eron va Rossiya Federatsiyasi. Eron uchun Asadning qulashi strategik falokat edi. Bu nafaqat Tehronning Suriyadagi ta'siri, balki butun xavfsizlik tizimiga, qarshilik o'qiga zarba berdi. Moskva bilan holat sal boshqacha. 2024-yil dekabrda isyonchilar hujum qilganda Rossiya Asadni saqlash uchun urinib ham ko'rmadi. Aksincha, tezda Ahmad Ash-Shara bilan aloqaga chiqib, yangi realitetni tan oldi. Natija aniq: Rossiyaning elchixonasi ochiq qoladi va Tartusdagi asosiy bazalari butunlay saqlanib qoladi. Vladimir Putin Ash-Sharani kuni kecha Moskvada kutib oldi. Asad esa video o'yinlarini to'xtatib, endi qayerga qochish haqida bosh qotirmoqda. Shunday qilib, Suriyadagi taxtlar o'yini hali tugamadi. Faqat yangi va oldindan aytib bo'lmaydigan bob boshlandi. Shaxmat taxtasidagi bo'laklar o'zgardi, lekin maqsadlar bir xil. Bu kurash markazida Ahmad Ash-Shara turibdi. Voqeadagi asosiy paradoks ham shundaki, Shara bir vaqtning o'zida ham g'olib,
ham asirdir. Rahmat, sizlar bilan Ulug'bek Hamidov bo'ldi.